Siz izleyen xuşallıqlarning hammasi asli sizning ichingizda. Xuşalliq sizdirsiz. Xuşalliq sahardagi bomdod namoziga chiqqan azonni anglay olgan quloqlaringizda. Hamma narsaning bir boshlanish nuqtasi bo'lganidek, xuşalliqning boshlanish nuqtasimi tong saharlaringizda. Xuşalliq sahardagi parlab chiqqan nurliq va mehribonlikning simvoli bo'lgan quyoshni ko'ralgan ko'zlaringizda. Xuşalliq har bir daqiqadagi cho'nqur va rohat ololgan har bir nafaslaringizda. O'pkingizda, burningizda. Allah, Allah deb zikr qila oladigan shu go'zal lisoningizda, tilingizda. Xuşalliq ixlos bilan qilingan har bir ibodatlaringizda, yaxshiliklaringizda, duolaringizda. Shundaqla bütün tuyg'ularni his qila oladigan ruhingizda, qalbingizda, aqlingizda. Dostum, bugun siz hayotmi? Undaqda sizga xush muboraklar bo'lsin. Allah Taala ato qilgan bu ne'matni voyaga yetkazib yashting. Ko'zingiz ko'rguncha, quloqingiz anglag'ucha, qalbingiz his qilg'ucha, qo'lingiz tutqucha, putingiz tuproqqa bosguncha. Ekran oldidagi go'zal qarindishim, siz sirtdan izlagan asli xushalliqlarning hammasi sizda bor. O xushalliq sizning o'z ichingizda. Siz uni o'z ichingizdan izlab